Hammaga assalomu alaykum. Bugun MySQL kursimiz 3-darsiga yetib keldik. Bugun filtrlash bo'limini qisqacha ko'rib chiqamiz, ya'ni workflows'ni o'rganamiz. Internetdan bitta dataset topdim, o'zim yaratgim kelmadi, ya'ni real proyektda ishlaganda bo'lish uchun bitta dataset yuklab oldim. O'sha narsani birato'la MySQL ga qanaqa qilib dataset import qilishni ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, nima qilamiz? Serverga kiramiz. Serverda data import turibdi. Data importda import from dump degan joyi bor, self contained file bor. Mana o'shani tanlayman-da. Qaysi faylda turgan bo'lsa, qaysi papkada turgan bo'lsa, mana Northwind degan dataset yuklab olganman. Tamom. Start importni bosamiz. Yuklab boshlaydi. Ketdi mana. Endi bundan chiqib ketamizda. Skemasida update qiladigan bo'lsak, mana Northwind turibdi. Northwind ko'rib chiqamiz. Ichida ko'pgina jadvallar bor. Masalan, category, customer, employee degan har xil jadvallar bor. Bugun hozircha employee ni ko'rib chiqamiz. Biz mana workflows'da mavzumizning nomi workflows o'rganamiz. Xo'p, buning uchun Northwindni set as default schema qilib turaman hozircha, ya'ni asosiy datasetimiz ya'ni database deb qabul qilamiz. Qani ketdik bo'lmasa. Shunchaki birinchisiga dataset ko'rib chiqamiz. Select from bizga employee degan jadval kerak bo'ladi. Va yoki bu knopkani bossak bo'ladi, yoki da control bilan enter deb bossak biz o'sha kodimizni run qiladi. Xo'p, mana jadval ochildi. Bizda ustunlar bor ekan, employee ID, ya'ni employee ishchi degan ishchini ID raqami, familiyasi, ismi, xo'p, va hokazo ketgan bu yerda. Xo'p, biz odatda select deb tanlaymiz. Ana endi biz filtrlashni boshlaymiz. Ya'ni workflows'ni ishlatamiz. Qanday bo'ladi? Bu turaveradi from employee bo'lib. Ana aytaylik, bizda shahar bor ekan. Shaharda misol uchun London, Kirkland, Tacoma shaharlari bor ekan. Bizga misol uchun London 2 marta qaytarilgan. Aytaylik, bizga odamlar kerak, qayerdaki ularning yashash shahri London bo'lsin. Ya'ni o'shaning uchun ham select from employee, ya'ni employee jadvalidan tanlaymiz. Where city thing. Agar biz ism yoki matndan foydalanadigan bo'lsak, uni ichiga qo'sh tirnoqdan foydalanamiz. Xo'p, ichiga yozamiz London. Birga bir bo'lishi kerak. Ya'ni qayerdagi shahar Londonga teng bo'lsa, o'shani hamma qatorlarni bizga chiqarib ber. Va control enter bosaman. 4 kishi Londondan ekan. Mana hammasini shahri London turibdi. Svenbach, Paul Source, Russell, mana shu to'rtovi asosiysi London shahridan ekan. Bo'ldi, qisqagina where qayerdaki shahar teng London. Bu kirish qismi edi. Yoki-da biz mana hozir asosiy jadvalga qaytamiz. Hammasini belgilab turib bossak, original jadval chiqarib beradi. Kompyuterim solib qo'yapti. Xo'p, bizda mana postal kodlari bor. 1003, 001, 007 oxiri raqamlarga qaraydigan bo'lsak. Aytaylikki, bizga postal kod, ya'ni bu pochta adresi hisoblanadi. Oxiri 05 dan 10005 dan yuqori bo'lgan pochta adresli insonlar kerak bo'ladigan bo'lsa nima qilamiz? Oddiy select user from employee where buni o'chirib tashlayman-da. Postal code katta yoki teng. Misol uchun 10005 ta o'zi ham kiradi yoki kirmaydi. Hozircha biz kiritmaymiz. Misol uchun 10005 dan kattasini olamiz. Xo'p. Va control enter deb bosadigan bo'lsak, mana 10005 dan yuqorilar 6, 7, 8, 9lar misol uchun Judy, Yale, Maria hammasi ketadi. Bu shunchaki katta kichik belgilardan foydalanish edi. Yoki-da foydalanishimiz mumkin. Postal kodimiz 10005 ga, ya'ni teng bo'lmasligi mumkin. Postal kod teng yoki teng emas. Misol uchun 10005 qilsak, bizga faqatgina postal kodi 10005 bo'lgani chiqadi. Agar buni oldiga undov belgi qo'yadigan bo'lsak, ya'ni 10005 dan tashqari hammasini bizga chiqarib beradi. Mana postal kod ko'ramiz. 10005 dan 10005 dan tashqari hamma qatorlar bizga keltirib beradi. Yoki biz endi yulduzchani ishlatyapmiz. Aytaylik, bizga hamma
ustunlik kerak bo'lmaydi. Xo'p, employee ID, last name, first name, title, ya'ni lavozimi bizga kerak va shahari kerak. Kichkinagina bizga jadval yaratib olsak bo'ladi. Qayerdaki postal kodi 10.005 bo'lmasa bo'ldi. Aytaylik, misol uchun xavfli hudud 10.005 postal kodi. Undan tashqarida yashaydiganlar hammasini ID'si, ism familiyasi, lavozimi va qaysi shaharda yashashi keltirilsin. Xo'p, run qiladigan bo'lsak, kichkina jadval hosil bo'ldi. Xo'p, birato'la bu yerga postal kodini ham qo'shib ketaman, chunki biz shundan o'zimiz solishtirsak bo'ladi. Xo'p, mana postal kodini ham qo'shdim. Ichidan 10.005 dan tashqari hammasi turibdi. Tamom, asosiy mavzumiz tugadi shu yerda. Ana endi keyingi mavzuga o'tamiz. Employee. Hop, hozir ochib qo'yaman asosiy jadvalda. Bizda logical operators deydi, ya'ni mantiqiy amallar bajarsak bo'ladi. Ularga qaysi kiradi? And va degani, or yoki degani, not emas, ya'ni u boyagida emasga teng bo'ladi. Qanaqa ishlaydi? Bir ko'rib chiqaylik. Birinchi kelinglar, and ko'rib chiqamiz. And va degani biz ya'ni bittadan ko'p filtr ishlatamiz. Aytaylik, kimnidir davlati Amerika bo'lsin-da, misol uchun qaysi kimnidir davlati Amerika bo'lsin va bizga shunaqa odam kerakki, hop, Amerika davlatidan va shahri misol uchun Redmond bo'lsin. Hop, yozamiz. Select yulduzcha from employee qilamiz. Where, qayerdaki, country teng bo'ladi. Matn yozganligimiz uchun uni ichiga USA, chunki ichidagi bir xil bo'lishi kerak. Va and yozamiz. Shahri city equal qaysiga? Redmond bo'lsin. Redmond. Xo'p, Ctrl Enter deb bosadigan bo'lsak, mana shahar Redmond va mamlakati Amerika. Ana bu vaga kiradi. Qanaqa ishlaydi? Biz ikkita filtr beramiz. Davlati Amerika bo'lsin, shahri Redmond bo'lsin. Ikkalasi ham birgalikda qabul qiladi. Ham Amerika, ham shahri Redmond bo'lishi kerak. Agar buni orga o'zgartiradigan bo'lsak, ya'ni yoki degani, yoki umumiy jadvaldan, misol uchun men umumiy jadvalda olaman, yoki davlat Amerika bo'lsa bo'ldi, yoki shahri Redmond bo'lsa bo'ldi. Xo'p, yoki shuni o'zgartiramiz, chunki Redmond bo'lganligi uchun baribir Amerikani ichiga kiradi. Misol uchun aytaylik, bizga yoki amerikalik bo'lsin, yoki London shahridan bo'lgan odam. Misol uchun London UK ga qaraydi, o'shaning uchun yoki Amerika davlatidan yoki shahri London bo'lsa bo'ldi deb qabul qilamiz. Qani kim chiqarkan? Xo'p, bizga hammasi chiqdi. Bizning xatomiz, chunki bizda faqat USA yoki UK bor ekan jadvalimizda. O'shaning uchun o'xshamadi. Xo'p, boshqasini ko'ramiz. Xo'p, aytaylik bizga UK dan bo'lsin davlati va lavozimi, misol uchun title bo'lsin, sales manager, ya'ni sotuv menejeri bo'lsin. Shunaqa har xillardan kiritsak, title teng sales manager. Tamam. Yokida Angliya fuqarosi bo'lsin, yokida lavozimi sales manager bo'lsin. Buni run qiladigan bo'lsak, mana filtrimiz kamaydi. 3, 5, 6, 7, 9, ya'ni 5 kishi chiqdi. Boya umumiy 9 ta edi. Davlatiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda USA turibdi. Nega? Chunki uni lavozimi sales manager. Yoki bu yerda sales manager, bu yerda lavozimi lekin sales representative boshqa bo'ladi-da, lekin uni davlati UK. Or xuddi shunaqa ishlaydi. Yo u tomon, yo bu tomondan qaysi birdir ichida bo'lsa bo'ldi, qabul qilaveramiz. Not, buni yoniga not qo'shib qo'ysak bo'ldi, ya'ni sales managerdan tashqarini oladi. Hech buni ko'rib o'tirmaymiz. Ana endi keyingi ko'radigan narsalarimiz
bizda like statement deyiladi. Like buni qayerda ishlatamiz? Like yoqtirmoq emas, bu yerda o'xshash ma'nosida ketyapti. Hop, select from employee. Ana nima bor ekan. Biz endi ismlar bilan ishlaylik. Where hardan ketadi? Qayerdaki. Hop, endi ismi misol uchun S harfidan boshlanadigan ishchilar kerak degan bizga topshiriq berildi, masalan. Where first name kiritamiz, ya'ni bu yerda first name teng qo'ymaymizda like, chunki biz bilmaymiz ismi S harfidan ketadigan odamni eslolmayapman desa, bizga misol uchun jadval berildi. Ismi S harfidan boshlanadi. Okay, like qo'yamizda. S harfidan boshlansa qo'sh tirnoq, misol uchun qo'sh tirnoq S harfini kiritamizda, ana undan keyin foiz belgisini qo'yamiz. Nega? Chunki S harfidan boshlanadi, qolganida ismi qanaqa bo'lsa ham bo'laveradi degan. Xo'p, kiritib ko'ramiz umumiy jadvaldan. Mana first name ga qaraydigan bo'lsak, ismi Sara, ikkinchisi Sven. Bo'ldi, ya'ni foiz belgisi o'xshadi. Xo'p, asosiy jadvalga qaytamiz. Ana aytaylik, bizga faqat bosh harf emas, ya'ni ismida U, D harflari o'rtasida bo'lsa ham kerak, shunaqa ismli bo'lsin. Misol uchun name boshiga foiz qo'yamiz, ya'ni boshida qanaqadir harflar bor. U, D ismining o'rtasida U bilan D harfi bor, yana undan keyin qanaqadir harf bor. Yana foiz qo'yamanda kiritaman. Xo'p, bizda faqat Judy chiqdi. Mana qaraydigan bo'lsak, Judy ismining o'rtasida U bilan D, U bilan D chap tomonda nimadir bor, o'ng tomonda ya'ni harflar bor. Bu foiz qanaqa ishlashi? Xo'p, like va biz bunga foiz deb qo'yaylik. Ya'ni foiz qanaqa ishlash? Ana endi bizga yana ikkinchi turi bor, pastki chiziq. Pastki chiziq bilan qanaqa qilib filtrlasak bo'ladi? Uning uchun biz yana asosiy jadvalga qaytamiz. Xo'p, aytaylik, bizga ismi P harfidan boshlanadi va 4 harfli ism bo'lsin deylik, misol uchun. Where deyman, first name, like bo'lsamanda ismi P harfi bilan boshlanadi. Umumiy 4 harf. Demak, P dan keyin yana 3 ta harf bo'lishi kerak. 3 ta pastga chizib qo'yaman. 1, 2, 3. Va yopadigan bo'lsak, mana bizda Paul chiqdi. Paul, ya'ni 4 harfli umumiy. Yoki boshqa misol. Boshqa misolga keladigan bo'lsak, misol uchun ismida ikkita S yoki nima Zoyani qiladigan bo'lsak, yoki Don bor ekan, yerda Don T harfidan boshlanyapti-da. Ikkita pastki chiziq, ya'ni umumiy 3 harfli ism bo'lishi kerak. Mana Donni chiqarib berdi. Xullas, mana shunaqa like statement. Biz aniq bo'lmagan narsalar bilan ishlaymiz. Misol uchun, bir holat keldi, jadvalni filtrlash kerak bo'lib qoldi. Sizda mana shunaqa ismlar bo'yicha, ya'ni mana shunga o'xshash degan holatda filtrlab va where clause bilan filtrlab o'zimizga kerakli natijaga erishamiz. Xo'p, endi LeetCode bilan tanishtiraman. Ko'pchilik bilsa kerak, mabodo bilmaydiganlar bo'lsa, LeetCode bilan bu orqali misol dasturlash bo'yicha misol ishlasa bo'ladi. Ichida SQL ga oid savollar bor, ya'ni shunchaki videodan ko'rib nazariya bilan qotib qolmasligimiz uchun, amaliy o'zimiz o'rganib olishimiz uchun LeetCode bilan ishlaymiz. LeetCode ga kirasizlar, o'zlaring ro'yxatdan o'tasizlar. Muammolar degan, ya'ni problemsda misol uchun bizga database kerak bo'ladi. Ya'ni hamma o'ziga kerakli bo'lgan har xil savollar bor. Oson, o'rta qiyinlik darajasida. Hop, hozirgi biz o'rgangan like statement, where clause'lar uchun men bittagina savol tanlab oldim. Men ham ko'p ishlatmaganman, yaqinda boshlaganman buni. Osondan bitta tanladim. Lekin inglizcha, o'zbekchasi yo'q. Hozir inglizcha bilmaydiganlarga tarjima qilib ko'raman. Products degan jadval bor debdi. Uni ustunlari product ID, uni ID'si low fats, ya'ni yog'i, ya'ni mahsulot tarkibidagi yog' miqdori kammi, ko'pmi? Agar javoblari enumerate, yes or no yoki ya'ni ha yoki yo'q degani. Low fats degani yog'i kammi? Yes bo'lsa ha, yog'i kam bo'ladi yoki no bo'ladi. Recyclable, ya'ni qayta ishlasa bo'ladimi? Ha yoki yo'q. Mana shunaqa. Misol uchun product ID'si bor,
yes bo'lsa yog'i kam, no bo'lsa yog'i kam emas, ya'ni yog'i ko'p degani. Yes or no. Bunday men qayta ishlasa bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Xo'p, bizdan so'rayapti. Write a solution to find the IDs of the products that are both low fat and recyclable. Ya'ni bizga shunaqa mahsulotlar topingki, ham yog'i kam bo'lsin, bo'xsatdi, ham ikkalasi ham bo'lsin debdi. Low fat, ya'ni yog'i kam bo'lsin va recyclable, ya'ni qayta ishlasa bo'ladigan debdi. Bu degani ham bunisiga yes javob bo'lishi kerak, ham recyclable ga yes y harfi bo'lishi kerak. Nima qilamiz? Bizda jadvalimiz nomi mana yerda products berilibdi. Select bizga javobini IDs of the product. Bizga faqat IDsini kerak bo'lishi kerak. Xo'p, mana natijasi outputimiz 1 bilan 3 chiqarishimiz kerak, ya'ni faqat product ID kerak bizga. Select product ID from jadvalimiz nomi nima edi? Products. Oddiy tanladik. Hozir ko'rganimizdek where qayerdaki low fats ustuni ham yes bo'lsin, recyclable ustuni ham yes bo'lsin. Qayerdaki low fats teng qo'sh tirnoq ichida yes va and hozir ko'rib chiqdik recyclable teng yes bo'lishi kerak. Xo'p. Buni savol davom bor. Return the result table in any order. Har qanaqa tartibda, o'sish kamayish tartibida chiqaring degan. Biz hali endi boshlanishidamiz. Bizga ahamiyat yo'q bu narsa. Demak, select product ID from products asosiysi shu ustuni tanlamani. Qayerdaki yog'i ham kam bo'lsin, uni qayta ishlasa ham bo'lsin degan javob. Va mana play buttonini bossak run bo'ladi. Va natijasi qabul qiladi yoki qabul qilmaydi. Accepted bo'ldi. Ya'ni to'g'ri chiqdi. Output, ya'ni bizga chiqqan natijamiz mana. Expected kutilgan natijasi mana, ya'ni ko'p bir xil. Shu bilan masala hal. Har dars bundan keyin, ya'ni har bitta videodan keyin harakat qilaman o'sha mavzumizga oid LeetCode'dan yoki boshqa joydan masala topib, misol ko'rsatib berishga. Hammaga katta rahmat, sog' bo'lasizlar.